Keyingi oshiq jinni alomati ko'p ehtilom bo'lishlik. Tushirga qo'yishdik. Tushirkalab shunday bir ko'p ehtilom bo'lishlik. Misol uchun ayol kishi erga tekkan ayol deylik. Bunga oshiq jin kirib oldi. Lekin to'polon qilib o'qildi, bunaqa alomatlari yo'q. Buni tushida ham alomat bo'lishi mumkin. Tushida qanday? Agar iffatli, taqvoli shu kunduzida ham, uyqudan boshqa mahalda ham nomahram erkaklardan ko'zini tiyadigan ayol bo'ladigan bo'lsa, oshiq jinlar hilakor bo'ladi. Oshiq jinlar tushida o'zini erini kepatasida keladi. Erini suratda keladi. Kechqurun tushida erini suratda kelgandan keyin haligi ayol nima deydi? Bu meni erim ekan deydi. Bemalol asha xotinlik aloqalarni qilishlikka ayol kishi rozi bo'ladi. Mana shu holatda endi bu narsa to'g'ri. Kuyovni tushida ko'rishlik yomon narsa emas, ko'rsin. Masalan, ko'riladigan bo'lsa ham bu narsani agar tez ko'riladigan bo'lsa, misol kuyovi uyda Rossiyada emas. Agar Rossiyada bo'lsa, safarda bo'lsa, sog'inganida masalan kuyovi tushga kirishi mumkin. Endi o'zini uy oldida bo'lib turib, bitta uyda bo'lib turib, yana ele tushga kiraveradigan bo'lsa, qanday tushunish mumkin bu narsani? U ayol iffatliligidan, taqvodorligidan jinlar asha ayolni o'ziniki chiqmoqchi bo'lgan jinlar kuyovning suratida keladi. Endi bu narsa erkak kishida bo'lishi mumkin. Uylangan erkak kishi deylik, unga agar oshiq jin kirib olgan bo'lsa, ayol kishida ayol jin kirgan, shunaqa ayoli bilan hattoki bir to'shada bo'lib turib, keyin ham ixtilom bo'lib qolishlik, bu albatta oshiq jinning alomati. Yoki tushida shunaqa yalang'och ayollarni ko'rishligi, bo'lmasam ayol kishilar yalang'och erkaklarni, zalshi yigitlarga o'ziniki qilmoqchi bo'lgan odamlarni ko'rishligi, bu shu jinning alomati. Keyin bu jinlar masalan bir ayol kishi aytadi, men tushimda erga tegibman deydi. Ko'p eshitamiz bu narsani. Tushda erga tegibman deydi. O'zi eri bor-da? Yo'q, o'zi eri bor. Endi eri yo'q deb ana qilaylik. Masalan, erga tegmagan qiz, bokira qiz tushida biroq erga tekkan. U bizi hayotimizda ahamiyatli emas. U erlik deb e'tibor qilinmaydi. Lekin jinlarda hayotida bu e'tiborli. U meni xotinim deb da'vo qilaveradi. Bu meni xotinim, chunki nimaga tushda to'y bo'lganda. U jinlarda hayotida bu e'tiborli, biz hayotimizda e'tiborsiz. Deytinglarki hali yerda keyin o'qigandan keyin bu meni xotinim, bu meniki, mendan boshqasi tegmaydi deb shunaqa bir yomon gaplar gapirish mumkin. Bu oshiq jinning alomati. Oshiq jinning alomati shu. Ya'ni tushida ayol kishilar ko'plagan, hattoki o'zining kuyovini ham ko'rishdik. Payg'ambarimiz aytadi, kim tushida meni ko'rsa, u meni ko'ribdi deganda, jinlar bitta payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamda suratiga kira olmaydi. Boshqa bir bardimga kiradi. Boshqa hammasiga kiradi. Kim dunyoda eng yaxshi odam bo'lmasin, payg'ambarimizdan boshqa. Misol, ashini tushidagi odam u odam emas-da. Payg'ambarimizni ko'rgan odam u payg'ambarimiz. Undan boshqasi u odam emas-da, u jin bo'ladi. Shuning uchun mana bu oshiq jinning alomatlari ko'p ehtilom bo'lishlik, erkak kishi bo'lsin yoki ayol kishi bo'lsin, hattoki tushida shunaqa holatlar bo'lishligi. Endi men o'sha erkak kishi, ayol kishi turmush qurbosdan aldım. Bo'ydoq turib o'yla, tushirga qo'ysa, daymalamda kunduz tushirga bersa, o'shanda da alomatli, o'shunday bor deb bilsa bo'ladimi? Bunda ehtilom bo'lishligida buni alomatini bir bor deb turib, moldaga o'qilish kerak. Ruqiyachi o'qiydigan moldaga, shu o'zini shaharida bo'lsin yoki boshqa yerda bo'lsin, shu moldaga o'qilish kerak. Inshaalloh, agar shu narsa jin orqali bo'lishligi bu aniq bu narsa. Lekin bo'lib ham tez va oshiq jin orqali bo'ladigan bo'lsa, albatta bu narsa ketadi inshaalloh. Allohning iznidan ketadi.